Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari, kanalimizga xush kelibsiz do'stlar. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini yoqib va Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang do'stlar. Hop do'stlar, anchadan buyon video chiqmay qo'yyapti. Hop, bu galgi video roligimizda sizlar bilan TKBit botini ko'rib chiqamiz. Bu bot orqali biz sarmoyasiz ravishda pul ishlashimiz mumkin bo'lar ekan do'stlar. Hop, buning uchun bizga nima kerak bo'ladi? Kommentariyaga o'tsangiz sinka bo'ladi. Shu sinka orqali o'tsangiz sizni mana shunday botga olib o'tadi va start tugmasini bosasiz. Start tugmasini bossangiz mana shu yerda открыть запустить доход degan yozuv chiqadi. Shuni bosasiz. Sizni mana bu yerga olib o'tadi do'stlar. Hop do'stlar, bizda hozir 0.02 sent yig'ib qo'ygan. Buni hech qancha bir necha kun bo'ldi ochganimga. Shunchaki kirasiz, ro'yxatda o'tasiz, o'zi avtomatik tarzda ishlayveradi do'stlar. Bu yerda kalkulyator bor ekan. $1 kiritadigan bo'lsak qancha Messaga $1.73 bo'lar ekan do'stlar. Hop do'stlar, bu yerda do'stlar sarmoya kiritishingiz ham mumkin. Xohlasangiz bu yerda statistika, birja do'stlar, birja orqali bo'lib olishingiz mumkin ekan. Bu yerda referans silkangiz bor. Referans silkangizni topishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Va profil bo'limida bu yerda o'zingizni profilingizni ko'rishingiz mumkin. Bizga asosiy kerak bo'ladigan mana bu asosiy bo'lim do'stlar. Hop, bu yerda mana shu mining qilyapti, ko'rib turibsiz. O'zi avtomatik tarzda do'stlarni chaqirsangiz sizga ko'proq bonus beradi do'stlar. Hop, получение за $20 rekomendatsiya. Do'stlarga taklif qilsangiz ham $20 olishingiz mumkin ekan. Hop, bu yerda получить bonus. Mana shu kanalga obuna bo'lamiz. Bu o'zini rasmiy kanali adashmasam. Mana shu rasmiy kanal, barcha yangiliklar mana shu yerdan ko'rib borishingiz mumkin bo'ladi. Hop, botga обновить beramiz. Hop, bu $10 o'tmadi. Hop, biz pulimizni qanday yig'ib olishimiz mumkin bo'ladi? Снятие прибыль tugmasini bosasiz va sizga mana bu yerda USDT da chiqadi do'stlar. Hop, bu yerdan pul chiqarishimiz uchun вывести tugmasini bosamiz. Minimal summa 0.10 sent ekan do'stlar. Hop, bu yerga 0.10 sent yozasiz. Введи средства bu yerdan месяца birden. Hop, nimaga bunaqa ko'rsatyapti? Hop, account, язык, получение конфедерации. Hop. Bu yerga hisobingizda qancha yig'ilsa shuni kiritasiz va productive tugmasini bosib достаточное средства. Minimal summa yig'dim. Mana shu yerdan pul chiqarib olishimiz mumkin bo'ladi. Hozir bizda kam, shuning uchun biz chiqarib ololmaymiz do'stlar. Hop, endi keyingi dasturni ko'rib chiqamiz. Hop do'stlar, keyingi dasturimiz nomi do'stlar Paddy Work degan dasturimiz. Bu dasturimiz orqali biz sarmoyasiz ravishda o'yinlar o'ynab pul ishlab olishimiz mumkin bo'ladi do'stlar.
Bu dasturimizda ham kommentariyada bo'ladi, o'tib bemalol foydalanishlaring mumkin. Dasturimiz mana shunday ko'rinishda, tepada bo'limlari bor. Turli xil referentli programmasini shu yerdan topishingiz mumkin. Setting bo'limi bor do'stlar. Erin bo'limiga o'tsangiz, bu yerda nima deyapti? 1000 pointimiz $1 teng ekan do'stlar. Bu yerda turli bo'limlar bor. Mana shu bo'limlar orqali video ko'rib ham ishlashimiz mumkin ekan. Do'stlar, bu yerda video ko'rib pul ishlashimiz mumkin ekan. Videoni qo'ysam YouTube avtorskiga berishi mumkin. Shuning uchun bir ikkita video ko'rib oldim va to'xtatdim do'stlar. Bu yerda video ko'rishimiz mumkin ekan. Opros orqali ham pul ishlashimiz mumkin. Onlayn shopping. Bu bozor, onlayn bozor. Buni tushunganlar bemalol ishlashlari mumkin va bu bizga emas, bizda ishlamaydi. Amerika, shunaqa Kanada davlatlariga ishlar ekan do'stlar. O'zimizni soliqimizga o'xshab bunda ham skanner qilish imkoniyati bor ekan. Bu yerda do'stlar so'rovlarga javob berib 0.5 sentdan 15 sentgacha ishlab olishimiz mumkin ekan. Video ko'rib ham 0.01 dan 0.1 sentgacha ishlashimiz mumkin ekan. 10 ta video ko'rsak $1 ekan do'stlar. Asosiy o'yinlarda o'ynab 10 sentdan $100 gacha pul ishlab olishimiz mumkin. Bularda o'ziga yarasha joyi bor. Shularni bajarishingiz kerak, o'ziga yarasha o'yinlarga chiqishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda turli o'yinlar bor. Mana shu o'yinlarni o'ynab ham yaxshigina ishlab olsak bo'ladi do'stlar. $100 gacha ishlab olishimiz mumkin ekan. Buning uchun 2800 coin mana shu beradi do'stlar. Bu yerda o'zingiz joylashtirishingiz mumkin ekan. Do'stlar, endi asosiy bo'limga o'tadigan bo'lsak, setting bo'limiga o'tamiz. Bu yerda do'stlar bir necha bo'limlarni to'ldirib qo'yishimiz kerak. Paymentga starting nomer city o'zingizni danalaringizni kiritishingiz kerak bo'ladi. Ism, familiya. Bu yerga ham xuddi shu narsa. Bizda hozir 7 sent yig'ilib qolibdi. Yaxshi. Kunlik bonus ham bor do'stlar. Bu yerda emailingizni tasdiqlab qo'yishingiz mumkin. Kunlik har kuniga kirib tursangiz, mana shu yerdan 1 tokendan boshlab ko'tarilib boraveradi do'stlar har kuniga kirganingizda. Bu yerga email yozasiz. Send active link. Emailimizga xat borishi kerak. Shuni tasdiqlashimiz kerak bo'ladi do'stlar. Do'stlar, shu narsalarni to'ldirib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Endi biz pul chiqarishimiz mumkin bo'lgan bo'limni ko'rib chiqamiz. Starting earningni ko'rib chiqdik. Pul chiqarish bo'limini ko'rib chiqamiz. Withdrawal minimal summa $20 ekan do'stlar. Bu yerda plus tugmasini qo'shamiz. Xohlasangiz hozirda uzun bank yoki Visa kartangiz bo'lsa, mana shu yerga yozasiz nomerni, nami, ism familiyangizni yozasiz, bankni nomini yozib, bank kod orqasida 3 ta kodi bo'ladi. Bank kartangizda, Visa kartada 3 dona raqami bo'ladi. Shuni yozishingiz kerak bo'ladi. PayPal'ga ham chiqarsangiz bo'ladi, lekin O'zbekistonda PayPal ishlamaydi. Shuning uchun Visa kartaga chiqarib olsak bo'ladi do'stlar. Bu yerda istoriyalarimiz bor ekan do'stlar. Mana shu tarzda do'stlar biz pulimizni chiqarib olishimiz mumkin bo'ladi.
Hop, viza kartangiz bo'lmasa, Telegram kanaliga tashlab qo'yaman. Mana shu video rolik ostida ham bo'ladi. Viza kartaga borishlik manzili do'stlar. O'tib bemalol foydalanishlaring mumkin. Besplatniga berishadi do'stlar kartani. Sizdan hech nima talab qilinmaydi. Shunchaki tarqatish punktiga borib olsangiz bo'ldi do'stlar. Barchalaringga rahmat. Jonlaringiz sog' bo'lsin do'stlar. Keyingi videoda ko'rishguncha kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang.